Beshinchi fikr. Rassom chiroyli rasm chiza olish uchun unga sifatli bo'yoqlar kerak bo'ladi. Bu yerda kerak so'zi zarur so'ziga sinonim bo'ladi. Yana o'sha misol, men o'qishim uchun kitob kerak, men o'qishim uchun kitob zarur. Bu yerda ikkalasi bir xil ma'noni bildiryapti, demak, bular bir-biriga sinonim. Endi matnni o'qiganimizda bilib olishimiz mumkin, gapimiz ikki qismdan iborat. Ya'ni birinchi qism chiroyli rasm chizish, ikkinchi qism esa sifatli bo'yoqlar. Bu yerda sifatli bo'yoqlari borligi uchun chiroyli rasm chizyapti. Demak, sifatli bo'yoqlar sabab bo'lsa, chiroyli rasm chizish natija bo'lyapti. Bu yerda natijani ma'nosini bilib olishimiz kerak. Zarur so'zi kelganda, ya'ni Sarvar sifatli bo'yoq ishlatadi, shuning uchun u rasmlarni chiroyli chizadi. Ikkinchisi, Sanjar sifatli bo'yoq ishlatadi, lekin rasm chiza olmaydi. Sifatli bo'yoq ishlatishi ikki xil natijaga olib kelyapti. Chiroyli rasm chizishga, chiroyli rasm chiza olmaslikka. Lekin sifatli bo'yoq ishlatmasa aniq rasm chizolmaydi. Bu kerak bo'lganda, masalan, meni o'qishim uchun kitob kerak. Kitobim bo'lsa bo'ldi, o'qishim mumkin yo o'qimasligim mumkin, lekin kitobim yo'q bo'lsa o'qiymanmi? Yo'q, aniq o'qimayman degani. Endi buni formulada ko'radigan bo'lsak, zaruriylik shartiga tushadi. Sababimiz sifatli bo'yoq, natijamiz chiroyli rasm chizish bo'lyapti. Birinchisida mana sifatli bo'yog'i bor, natija ikki xil bo'lyapti. Chiroyli rasm, chiroyli rasm chiza olmaydi bo'lyapti. Uchinchisi, sifatli bo'yog'i yo'q, aniq chiroyli rasm chiza olmaydi deyapti. Endi misollarni tahlil qilishni boshladik. 15. Quyidagi savollarga javob bering. Rassomning sifatli bo'yoqlari bo'lmay turib, u chiroyli rasm chiza oladimi? Sifatli bo'yog'i bo'lmasa, aniq chiroyli rasm chiza olmaydi deyatdikmi? Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Ikkinchisi, rassomda sifatli bo'yoqlar bo'lmasa, u rasm chiza olmaydi deb xulosa qila olamizmi? Hozir misolimizda aytdik, sifatli bo'yoq bo'lmasa, aniq rasm chiza olmaydi. Demak, bunga ha deb javob beramiz. Uchinchisi, chiroyli rasm chiza olish uchun rassomga faqatgina sifatli bo'yoqlar kerak deb xulosa qila olamizmi? Sifatli bo'yog'i bo'lmasa, rasm chiza olishi mumkin, chiza olmasligi mumkin deyatdikmi? Demak, buni aniqlay olmaymiz. Yo'q deb javob beramiz. To'rtinchisi, sifatli bo'yog'i bor rassom chiroyli rasm chiza oladi deb xulosa qila olamizmi? Xuddi hozirgi misolimizga o'xshab, sifatli bo'yog'i borligi ikkita sabab natijaga olib kelyapti. Chiroyli rasm chizishga, chizmaslikka aniqlay olmaymizmi? Bunga ham yo'q deb javob beramiz. 16. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. A. Javohir rassomning sifatli bo'yoqlari yo'q, demak, u chiroyli rasm chiza olmaydi. Sifatli bo'yog'i bo'lmasa, aniq chiroyli rasm chiza olmasmidi? Birinchi formulaga ko'ra bunga ha deb javob beramiz. Ikkinchisi, Saidazim rassomning sifatli bo'yoqlari bor, demak, u chiroyli rasm chiza oladi. Sifatli bo'yoqlari borligi ikkita natijaga olib kelyapti. Rasm chiza olishiga, rasm chiza olmasligiga. Demak, buni aniqlay olmaymiz, yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, iqtidorli rassom sifatli bo'yoqlarsiz ham chiroyli rasm chiza oladi. Sifatli bo'yoqlari bo'lmasa, aniq chiroyli rasm chiza olmasdi. Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, ba'zi holatlarda sifatli bo'yoqlarsiz ham chiroyli rasm chiza olish mumkin. Yo'q, biz sifatli bo'yog'i bo'lmasa, aniq rasm chiza olmaydi deganmiz. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. 17. Quyidagi savollarga javob bering. Har bir chiroyli chizilgan rasmda albatta sifatli bo'yoqlar ishlatilgan deb xulosa qila olamizmi? Chiroyli rasm chizilyaptimi? Aniq unga sifatli bo'yoq ishlatilgan. Demak, bunga ha deb javob berishimiz mumkin. Keyingisi,
Chiroyli rasm chiza olmagan rassomlar chizgan suratlarda sifatli bo'yoqlar ishlatmagan deb xulosa qila olamizmi? Yo'q, bunga qila olmaymiz. Nimaga? Sifatli bo'yoqlar ishlatsayam rasmi chiroyli chiqmasligi mumkin-ku. Shuning uchun bunga yo'q deb javob beramiz. 18. Kamoliddin rassom chiroyli rasm chizdi. Demak, u rasm uchun sifatli bo'yoq ishlatgan. Chiroyli chizgan natija natija plyus bo'lyapti, sabab ham plyus bo'lyapti. Bu bo'lishi mumkin. Bunga ha deb javob bersak bo'ladi. Keyingisi, Muhammad Rizo rassom chiroyli rasmlar chiza olmadi. Demak, uning sifatli bo'yoqlari bo'lmagan. Sifatli bo'yog'i bo'lsa ham chiroyli rasm chiza olmasligi mumkin edi. Demak, bunga ham yo'q deymiz. Keyingisi, faqatgina sifatli bo'yog'i bor rassomlar chiroyli rasm chiza oladi. Hozirgina aytganimizdek, sifatli bo'yog'i bo'lsa ham chiroyli rasm chiza olmasligi mumkin. Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. 4-si, Fayzullohda doim sifatli bo'yoqlar bo'lgan va u juda chiroyli rasm chiza oladi. Demak, u katta bo'lganda rassom bo'ladi. Biz fikrimizda Fayzulloh haqida, Fayzullohni rassom bo'lishi haqida gapirganimiz yo'q. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. 6-fikr, sifatli bo'yog'i bor rassom yaxshi rasm chiza oladi. Demak, gapni tahlil qilishni boshladik. Bu yerda ham gapni o'qiganimizda bilishimiz mumkin. Gapimiz ikki qismdan iborat. Ikkita sodda gap, bitta qo'shma gap bo'lib kelyapti. Birinchi sodda gapimiz sifatli bo'yog'i bor rassom bo'lsa, ikkinchi sodda gapimiz yaxshi rasm chiza olish bo'ladi. Yana sabab, bu yerda sifatli bo'yog'i bor rassom bo'lyapti, natija esa yaxshi rasm chiza olish bo'lyapti. Bu yerda endi yetarlilik degan narsa keladi. Yana o'sha sababdan natija kelib chiqadi. Mana buni misolda ko'radigan bo'lsak, sababdan natija kelib chiqyapti. Endi formulada ozgina o'zgarish bo'ladi. Masalan, meni o'qishim uchun kitob bo'lsa bo'ldi, uje kitobim keldimi 100% o'qiyman deyapman. Bu yerda ham xuddi shu narsa, sifatli bo'yog'i bormi, bo'ldi, yaxshi rasm chiza oladi deyapti. Endi masalan, gapga qaytsak, Alisherning sifatli bo'yog'i bor, demak, aniq yaxshi rasm chiza oladi. Bu bo'lishi mumkin. Ikkinchisida endi Azizbekning sifatli bo'yog'i yo'q bo'lsa ham yaxshi rasm chiza oladi. Mustafoning sifatli bo'yog'i yo'q bo'lsa, yaxshi rasm chiza olmaydi. Ya'ni sifatli bo'yog'i yo'q bo'lishi ikki xil natijaga olib kelyapti. Yaxshi rasm chiza olishiga, yaxshi rasm chiza olmasligiga. Formulamizni ko'radigan bo'lsak, formula mana yetarlilik degan narsa kelyapti. Sabab sifatli bo'yog'i bor rassom bo'lsa, natija chiroyli rasm chizish. Birinchi misolda ko'rganimizdek, Alisherning sifatli bo'yog'i bor, demak, aniq yaxshi rasm chiza oladi. Ikkala taraf ham plyus bo'lyapti. Ikkinchi misolimizda Azizbekning sifatli bo'yog'i yo'q, lekin yaxshi rasm chiza oladi. Mana uchinchi formulamizda esa Mustafoning sifatli bo'yog'i yo'q, demak, aniq yaxshi rasm chiza olmaydi deyapti. Endi misollarda ko'ramiz. 20-misol, quyidagi savollarga javob bering. Birinchisi, chiroyli rasm chiza olish uchun rassomga faqatgina sifatli bo'yoqlar kerak deb xulosa qila olamizmi? Biz hozirgina misolimizda ko'rdik, sifatli bo'yog'i yo'q bo'lsa ham yaxshi rasm chiza olishi mumkin dedik. Demak, bunga aniqlay olmaymizmi? Yo'q deb javob beramiz. Ikkinchisi, sifatli bo'yog'i bo'lmagan rassom chiroyli rasm chiza olmaydi deb xulosa qila olamizmi? Sifatli bo'yog'i bo'lmasa ham ikki xil natija keladi. Chiroyli rasm chizish, chiroyli rasm chiza olmaslik. Demak, bunga ham aniqlay olmaymiz, yo'q deb javob beramiz. Uchinchisi, chiroyli rasm chiza oladigan rassomlar chizgan suratlarida sifatli bo'yoqlar ishlatgan deb xulosa qila olamizmi? Xuddi hozirginaqa sifatli bo'yog'i yo'q bo'lsa ham chiroyli rasm chiza olishi mumkin edi. Bunga ham yo'q deb javob beramiz. Va oxirgisi, chiroyli rasm chiza olmagan rassom chizgan suratlarda sifatli bo'yoq ishlatmagan deb xulosa qila olamizmi? Sifatli bo'yoq ishlatmasa, aniq chiroyli rasm chiza olmayotgandimi? Demak, bunga endi ha deb javob berishimiz
mumkin. 21. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri to'g'ri, qaysi biri xato ekanini aniqlang. Sardor rassomning sifatli bo'yoqlari bor, shuning uchun u chiroyli rasm chiza oladi. Sifatli bo'yoqlari bor bo'lishini natijasi bir dona chiroyli rasm chiza olishi edi. Plus bo'lardi. Demak, bunga ha deb javob berishimiz mumkin. Keyingisi, Rasulbek rassomning sifatli bo'yoqlari yo'q, shuning uchun u chiroyli rasm chiza olmaydi. Sifatli bo'yoqlari yo'q bo'lishi bizga ikki xil natijani berar edi. Demak, bunga yo'q deb javob beramiz. Maftuna rassom chiroyli rasm chizdi. Demak, u sifatli bo'yoqlar ishlatgan. Xo'p, sifatli bo'yoqlar ishlatmasa ham chiroyli rasm chiza olishi mumkin edi. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Dsi Aziza rassom chizgan rasm chiroyli chiqmadi. Demak, u sifatli bo'yoq ishlatmagan. Demak, bu bo'lishi mumkin, chunki 3-formulamizga tushyapti. Sifatli bo'yog'i yo'qmi? Aniq chiroyli rasm chiza olmaydi. Demak, bunga ha deb javob berishimiz mumkin. Keyingisi, sifatli bo'yoqlarning narxi qimmat, oddiy bo'yoq bilan ham rasm chiza olish mumkin. Xo'p, endi biz fikrimizda u bo'yoqlarning narxi haqida gapirganimiz yo'qmi? Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, Sarvarning chizgan rasmi Dovudning chizgan rasmidan chiroyliroq ekan. Demak, Sarvar ko'proq sifatli bo'yoq ishlatgan. Biz gapimizda, fikrimizda Sarvar bilan Dovudni solishtirganimiz yo'q. Xuddiki biz bog'dan kelsak, ular tog'dan ketib kelayotgandaqa bo'lyapti. Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz. Keyingisi, rasm chiroyli bo'lishi uchun bo'yoqlarning yorqin ranglaridan foydalanish kerak. Biz bo'yoqlarni qanaqa bo'lishini gapirganimiz yo'q, qimmat arzonligini gapirganimiz yo'q. Demak, yo'q deb javob beramiz bunga ham. Va oxirgisi, chiroyli rasm chizish musobaqasida Abror oxirgi o'rinni egalladi. Demak, uning bo'yoqlari sifatsiz. Biz fikrimizda musobaqa haqida, Abrorni rasm chizgani haqida, uni o'rni haqida gapirmadikmi? Demak, bunga ham yo'q deb javob beramiz.